Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli baliq do'stlar, baliq quvozlari. Xudo xolasa bugun Yangiboyga qarab ketyapman. Menga hamroh mana katta baliqchilarimizdan Anvarjon bo'ladi. Mana ukamiz Shuhratbek. Bugun birgalashib shu kompaniyam bilan ov qilamiz xudo xolasa. Sanjarbekka ko'da ketyapmiz. Kuzatishni davom etasizlar. Shu bola uchun klasslar ayamaysizlar, ha? Anvarjon, aytib qo'ying. Jonindan qo'yadi. Klass bosib qo'yiladi. Zo'r baliqchilardan. Baliqsa nima deb berasiz? Ha? Qattiq. Ha? Joningdan. Hali joningdan deb baliq chiqaradi bola. Hammalarga omad, kuzatishni davom etinglar. Shu boshdan ro'parasi ko'chadan shu transformator yonidan chap o'g'liga yuradi, Sanjarbek yo'liga. Yangiobodga keladigan yo'llar. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa. Aloqaga chiqasizlar. Xo'p, ko'lga kirib kelguncha yo'llarimiz juda yaxshi ekan. Oyog'imizga ham hatto loy bo'lmaydigan darajada yaxshi. Mashina ham urinmadi. Ovchilar mana ko'lga kelib joylashib harakatda ekan. Natijalar birgalashib ko'ramiz. O'zim ham ov qilish niyatida kelganman. Ham video ham qilamiz, ovda ham qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, ko'lga baliq to'kilar ekan. Har kuni 70-80-100 kiloga davr baliq to'kiladi bu ko'lga. O'zi hamma ko'llarimizga ham baliq tashlanadi. Baliq yetib ketdi. Hali baliqlar ko'rib turibsiz. Bizga hozirsan olib ko'rdik. Ketdik ketdik. Ancha qattiq qo'ying. Bu xotiringizdan tursin. Qara qo'ygan. Yog'siz baliq. Yaxshi olaman. O'tamanda ya. Bugun ilak bor qandaydi? Bugun ha? Duoda qattiq qilib chiqibsiz-da. Natija bo'ldi. Ertaroq. Eplab ol, to'g'ri. Novosida ilashtirib ol. Kattalari bor ekanmi? Ha, novos bor. Algagida. Keling, ko'taring siz. Novoslarni. Ha, aslida ketdi. Omad. Allah barakasini bersin ha. Ha. Ya o'tib olinglar deb. Ketay. Omad. Omad ilaveriz. Omaringlar bersan akalar. Qo'yinglar chiqon. Bor. Omad. Oviga tashlab qo'yishdi. O'zini o'zi olyapti. Olamiz, nima olmaymiz? Yana natija mana. Kimdan deylar? Kimdan deylar? Ha, biz ham bir amat ushlasak ushlayapsiz-da. Mana bu yoqda ham. Ana qo'shnimiz ham bo'lib qoldi. Mana. Olib o'tavering, olib o'tavering. Qani so'z bormi? Kabilaganda bo'lib qoldi natija. Bitta videoda ikkita natija mana. Qulluq bo'lsa. Qanday taassurotlar? Siz ham oldingizmi? Taassurotlar zo'rmish qilib. Zo'r. Ha. Kela orasizlar. Men balig'imni suvga solgunimcha bu yerdan bitta natija bo'lib qoldi. Bu ham dadil ekan. Qochi, shashilma. Uryapti, shashilma, tortmay. Sho'xligini qaranglar u baliqni. Ustasdan bo'pti-yu. Qulluq bo'lsa, Ha, chotki bo'ldi. ko'p ko'ringlar. Ovoz ketadi mana shu ham.
Ketdi. Tamam. Ko'zlar mana video tugamay turib yana ikkinchisi. Zo'r. Hasan berveringlar. Hasan tez Erkin aka. Erkin boy. Chop turashin deb, chopmaydi. Shoshilmay. Ha, o yerda bor ekan o'ziniki hali. Zavodskoy patsalarni abdab kelinglar demoqchiman. Bu ham akalik suv iloyligi uchun yaxshi olyapti. O'zi ham baliq ham rosa oladigan baliq ekan. Ha. Uchinchisini oldingizmi? Uchinchisi. Pulli bo'lsin. Yeydigan baliq ekan, Baliq ushlayman deb kelgan ekanda, kinoga tushaman deb. Baliq kuch beradigan bo'lib kelgan. Hop, kelayotgan solamiz chuvalchani aralashtirib. Yetdin. Mayli turaversin. Bitta chuvalchang, bitta krevetka. Bemalol otgan. Ba'zan boshqa hammasi. Abi. Ana pasta. Passa gap kelinglar, passa. Yo, to'nkamdan olaman. Ha, bor ekan, hali bor ekan. Ana. Qo'ylariga nima olib keldim. Kuch pasta. Yo, oldida. Oldida. Salon maqsad. Ha, ko'ramiz. Chaqoy, chiqaver elmariga. Og'izdan olgan ko'rsatib qo'ying. Og'izdan oldi. Ko'rib turibman. Zo'r, omadingiz bersin. Akamda natija bo'lib qoldi. Ikkinchi natijasi bo'ldi. Orqangda turibdi. O'zimda turibdi. Va qulluq bo'lsin. Hammaga bo'lsin. Qulluq bo'lsin. Kichkintoy bitta usha bor. Qani? Anvarjon shaptimi? Ko'p meni she'riga bu bola bugun. Qani? Ana Anvarjon. Zo'r ishab. Ana. Bunday qilib Ana. Qulluq bo'lsin. Dadangizga ko'rsatib qo'ying. Dada o'rganib oling mendan dedi. Voy yomon ekan gap yo'q. Qaradi. Bu bo'ladi degan gap. Ne bu? O'tirgan u bo'ladi qarab Yaxshi chiqarib oldi. to'xtab qoldinglar. Ha, to'xtab qolyapsizlar.
Sizga ham keldim. Kamera o'chishimga tortyapti. Yaqishimga to'xtab qolyapti. Bir sudrab olsa nomiga tushmas, ha? Ovchilar harakatda. Ovchilarimiz harakatda deymi? Bora. Mana. Ham natijalarni olamiz, xudo xolasa, nasib qilsa o'zim ham bitta ushlab ketaman. Asilbekmi? Asilbek mana boshlab berdi. Hammalar egilishini qaranglar. Yo'qsi bizda. Joningdan. Yana o'rniga o'zimda. Mana qulluq. Qara. Zo'r. Baliq sifati bor ekan-a, pulda? Baliqda sifati bor, yeydigan baliq ekan dedim-ku. Yaxshi. Yeydi. Xudo xolisi, bashtaqa baliqlar to'kib tursa odamlar tezda kelaveradi. Bizga mash kayfi, vodod degani, joningda degani kayf. O'tiribdimi ishkilib? Ha. Kichkina. Anvarjon, shu yerdamisiz? Kayfi. Ko'rib qo'ying-chi. Baliqni hech qancha ko'madi. Ko'ksimiga boshlar. Joningda degan kichkina tamam keldi. Natija bo'ldi. Chashilmay, chashadi. Ha, dumidan ushlab qoldi. Sekin chashilmay. Pullo bo'lsin. Omazingiz bo'lsin. Komandasi dumidan ham chiqib qoladi. O'zi ham yaxshi ekan. O, nay tomondan natija bo'ldi. Mana natija bo'ldi. Qulluq bo'lsin. Chiqar endi o'zi chiqar. Biz ham qarog'imizga qaraylik. Kep qoldi. Ilamaganlarmikin debdi. Bizdan bo'lib qolar. Go'zal ekan, o'zi ham yog'siz baliq ekan. Go'zal, вообще. Birikkaga otdi. Chiqib bo'ldimi? Qani? Bizdan bitta ko'rib qo'yaylik. Ha, yo'q. Ha, xudoning Asalidan aka. bo'lsin. Karas aka, karas. Patsal berib oylar. Kel.
Bir olib kelmayman depasa harakat qiling jon aka mana bering. Yordamda u mana me'mori. Men kamazdan qo'rqaman bu yerda. Ha bu Pulli bo'lsin. ketadi kamaz. Ana. Pulli bo'lsin. Omadinglar biz. Bundan oldingisini ham mana shunaqa yeguncha kutganingizda Ketdi, soling. Ha bilaman. Ana endi yoqqa qo'y. Ah, bu yoqqa qo'yib yubordi. Qo'yib yubordi. Yo'q bu man. Bor ekanmi? Qani? Ha, bor ekan. G'alati, yuzta qo'yib, Ha, O'stam aka, siz ham eski ochiladi, bir kattani bir Chiqdimi? gapingizni olamiz u biz. Ha, chiqyapti ekan. O'stam aka, postoyanno biz chiqmayapmiz. Ha, chiqadim ham bor. O'zi ashlaqa bo'ladi-da, akalar. Kitobida u Balg'a bor hozir. Ha? Uzib yuborgan ekan. Eshitdingizmi Erkin aka? Ushlagandik. Qimorni bilmay o'tib qo'yibman yo'q. Qimorni bilmay o'tib qo'yibman bo'lmaydi. Leskan uzib ketgan ekan to'kagi bilan. Uy, mana. Bor. Patsa beringlar. Menda zo'r. To'g'ri, shunday ko'tarib kelib. Shoshilmasdan, ha? Xudo xolasa bizniki. Zo'r. Qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin. Bo'ldi mana. Omadinglar bersin. Qulluq bo'lsin aka. O, nay tomondan natija yo'q bo'ldi o'rtoqlar. Ha, chiqyapti. Tochkalarni ko'rib olyapsizlar. Deganda e'tiborli bo'lib joylarda adashmasanglar, yaxshi natija bo'lyapti. Jabrasdan oling endi. Ha, pulli bo'lsin. Omadinglar bersin. Ha, qo'yar ekanmi? Yana bitta natija o'rtadi. Ya qulluq bo'lsin. Ikkinchisimi bu? Leskan chiqarib oling, mana mayt ishkal o'tib. Ikkinchisini oldim. Uramasdan chiqar, uzilib ketib qoladi. O, nay tomon natija bo'lib qoldi. Olishyapti.
Yo, so'mkamdan olamasın. Ana. Ha, bor ekan, hali bor ekan. Ana. Ke, o'ylariga olib kelman. Kuch pasti. Kelapsan, sağ ol. Balık dolu, balık okkamu. Yo, oltida. Oltida. Salom maqsad. ko'ramiz. Chaqoy, ellarga. Og'izdan olgan ko'rsatib qo'ying. Og'izdan oldi. Ko'rib turibman, aqlaganman. Zo'r. Omadingiz bersin. Mana bitta natija. O'rtoqlar. O'zimni qarmog'ini tashlagunimcha yo'q natija bor. Nechinchisi bo'ldi sizda? Birimi? Birinchisi? Birinchisi ekan. O, nari tomondan natija bo'lyapti qamishlar orqasidan o'rtoqlar. Faqat ular ko'rinish qiyin bo'lyapti. Ular hazillashma. Ana shu bola olyapti. Yo'q. Aman ko'ra. Qarmoq egilyapti o'rtoqlar. O, nari tomondan natija bo'ldi. O'rtoqlar. Yohan aka qulluq bo'lsin. Falonchiga gapirib Chap tomondan bitta natija bo'ldi. Sanjarbek Yangiboddagi Sanjarbek ko'li. Oq ketib qolyapti. Peki oq yaptın. Çukurlaştırıp koyayım ekan. Olishyaptimi? Yo, nari bir tomondan turib olyapti ekan. Yergi tomonga tashlab qo'yib. U tomondan turib bu yoqqa otib olibdi. O videolar ko'rganda laklar bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. 10 minglab prosmotrlar bo'lyapti. Laklar soni nisbatan oz. O'zimiz bosamiz hozir qarab. Ha. Ikkitadan bosib olasizlar. Qulluq bo'lsin. Kirgan to'ldi. Shu ham bo'ldi. Zo'r zo'r egodi. Ketib qoldi. Ama otib qo'ydim yo'mali. Mendan ham o'tkazib otib qo'ydim. Sen otasan men nima otib Ustalarni oldida qiyin tortish. Kon ketib qoldi. Olay. Mart oylarida bitta ko'limiz bor. 8-9 gektarli. Ana shunga ovchilar pul to'plab baxt tashlaymiz deyapmiz aka. Ha, nimaga? Keyin borib tutgan. Ha. Oxir ovchilar 100 ming so'mdan shu pul tushirib qo'yadi. Keyin shu ko'lga borib baliq ovlab turiladi, xudo xolasa. Yosh qo'shish kerak monga.
ilonbosh, sazan, amur qilib har xil balolardan tashlab qo'yamiz, xudo xolasa. Bu yerga faqat haligi ovchilik jamiyatiga a'zo bo'lganlar boradi, xudo xolasa. Olyapti endi bitta shu tomonda natijani. İkinci, üçüncü balon oldu. Bu akşam ikinci balon olyapti menimcha. Mana bitta natija. Ya kullu bo'lsa. Nechinchisi? Uchinchimi, ikkinchimi? Ikkita? Mana ikkinchisi. Polvonidan mana. Tochkalarni ko'rib olyapsizlar, shu atroflardan juda yaxshi chiqyapti. Anvarda nima bo'lyapti? Tortayaptimi? Yo Anvarbek. Chiqyaptimi? Chiqadi, xudo xolasa. Bizga she'ri yo'q keldi-da bola. Olaymi? Ay tomondan bo'ldimi? Nari bitta natija. O, nari oladi. Ha, Qohorbek tuzimsiz. Ha, charchamasdan. Rahmat aka. Ha, nima gaplar? Ko'llarga odamlar bordimi? Ha, hozir 5-10 ta. 5-10 ta? Qilishyapti. Telefon qilishyaptimi? Ha, yaxshi. Halislarni tozalanyapti. Aha. Ha, shunda xalaqit qiladigan qamish-pamishlar old tomondagilar ovosinglar bo'ladi. Orqa tomonlari yaxshi. Shunda katta shahlar bor ekan, shularni olinglar. Ha. Ha, rahmat. Nash yo'linglarga jinda shepen-pepen to'singlar ham ancha nima bo'lib qoladi, chiroyli bo'lib qoladi. Ha, xudo xolasa lekin nima qilamiz buni? Yana biz boshqa yerdan yomg'ir yog'ayotgan tindi-yu. Ha. Mayli, ishlarga rivoj bersin. Xo'p, aka, rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Hozir apetat tashbek izi. Bor unda bala. Mana onizga ham keldi. Yerda kiryapti, mashina. Ko'minatmi? Kevolyapti. Nima qilyapsan balonni? Balonni o'tashda, hali uni yaxshi aytib o'rganmasin. Ya ilah qolar. İkincisini olyapti degan. Nechinchisi bo'ldi? Ikkinchisimi? Birinchisimi? Ma, nima o'la bichiga qo'yib qo'y.
soyini bir narsaga qo'yib olib. Okey, yoz. Bog'ni ichiga ketadi. O'shan bu qolib turdi xolos, obedga. Dala sharoitida. Kirivetga chuvolcha ham bor ekan. Setkalar ham bor ekan kirivet. Apachlar ham bor. Suvlar ham yetarli ekan, bor ekan. Oshib ketamiz endi, oshib. Qo'liz dab kelmasin. Hadi birinchi ochilish kunida keluvdim. Asoshdan borisi. Bu nasib qilamiz. Aka. Nonni kech oldingiz oldingiz. Yeniroq olib keldim-ku. Nima qilgan? Bosh ko'chaga Nima bo'ldi, Anvarjon? Yugur bor. Oli bashlar. Yordamchi. Dadasi baliq ushlab shekilli buni. Ana, yordamchini qaranglar. Anvarjon. Rahmat, dadasiga yaxshi ekan. Xudoga qulluq bo'lsin. Qulluq aka, rahmat. Ha, bu ota bolalar olmasa bo'lmaydi. Qulluq bo'lsin. Xopini istayapti endi. Shifomada mushkul bilan olsang, buni bor ekan. Biz mashina bilan olib olamiz. Deb bo'lsa. Sho'xligini qarang, u baliqlardi. Ha. Kelinglar akalar. Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum hojigalar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi bo'ldinglar? Yaxshimisizlar? Ha, bugun shu yerda bir Ali muxlislarga spesialni keldim-da. O'rtada videolar uzilib olmasin deb kelyapmiz. Yana bitta natija bo'lyapti. 1 kilo 1 kilo tepasida baliq chiqyapti. Yaxshi. 2,5 kilogacha bordi. 700 grammdan 2,5 kilogacha. Endi Ali har zamonda kim bo'lsa ham ushlasa sal. Yo, natija yomon emas, bugun zo'r bo'ldi. O'zim men ham ashimcha ko'llardi baliq olgandim-da. Bu navbatdagi natijasi. Mayli akalar, yaxshi bo'linglar. Xo'p, bo'pti. Akalarcha kech qoldi. Bo'laveradi, bo'pti. Kelaverasizlar, vaqt o'tmasa. Baliq oviga jinda ertaroq harakat qilib chiqiladi. Endi mana kerakli joylarga o'rnatsa bo'ladi, ovchilarimiz. Endi yosh katta odam hali qisilib o'tirgisi kelmaydi-da. Hozirlar o'tirgisi keladi. Biz obed qilyapmiz, natija yo'q bo'ldi. Obed ham qildirmayapti bu baliqlar, natija bo'laveradi. Sizlarga yoqimli ishlar, ha? Ya, to'g'ri.
Eshak kurtligini uykusini ham. Ha? Alloh ta'ala mana. Bezak kurtseroq. Soldingmi? Yo'q, solganim. Bor. Sol. 20 ta bor. O'zi anchalarda ushlab oldik tog'a. Balada sasi. Akkumulyator tugab qolibdi menda. Baquvvat ekan bali, ehtiyot bo'ling, sekin shashilmang. Bo'ldi. O'ramaysiz. O'ramaysiz. Borib qo'yib yuboring. To'xtatib uyda. Bo'ldi, oling. Balada. Balada oling. Assalomu alaykum. Omizsa. O moshligini yurgizib yubordi, baqir chaqir qilib, ha? Sizga ashaga oling, olib tushing. Pullo bo'lsin. Bering qalban ushlab turyapti. Ikkita bo'ldi sizda? Hozir shebe yapgan kelib tiqilib qolgan ekan, chiqarib yuborishdi. Ha. Chiroyli bola ekan. Tekkiz ekanda ya. Zo'r. Ko'rilishi nesh ekan. Aman qildik. Nechta bu? 5 ta bo'ldi. 5-chi, 6-chi degan, ha? Zo'r. Qoplarda bor. Natija bor. Qoplarda bitta, mana 2ta, 3ta. Ana ketdi. Yaxshilar. Yaxshi. Sizlar qanday keldinglar? Paxtavodlik. Paxtavodlik ovchilar ekan. Omadinglarni bersa, klasslar bosib bersa, o'zingizlar ko'rganinglarda. Haligini mushak ham siz bilan nima qilgan bordik. Bo'ldi. Akam oxir-oxirda pola va qo'yli. Ey, sekin. Ha, valla sog'lomlik uchun sho'xlik qilyapti. Endi boshqa suvlarda bunaqa qilib chiqish olmaydi. Anaqa suv ilinligi uchun zo'r o'sa kelib ketyapti bola. Ham bo'lmang. Omadingizni bersin. Ko'targan ilashib yubormasin. 4-chisimi bu? Ha, 4ta bo'ldi? 5 ta. 5 tami? 5 ta o'tgan. To'g'ridan ha? Yo'q, turibdi. Tahlab qo'ying buni, uni nima qilmasdan. 5-chisimi, 6-chisimi? Rahimga? Ha. Bugun bo'pti, bo'lsa xudoga baraka. O'zi 1-2 kundan beri Bitta top qolyapti. to'xtabroq qolyapti. Kinoga tushaman deb kelgan ekan. Ha, bugun ko'paytiraman deb kelgan. Omadingizni bersin. Omad bersin. Mana hammaga bo'lsin. Bular ay, ketmadimi? Rashiga tezda. Sachodi beringlar. Passagilar berlar. Mana passa. ishlaydi. Puljunoq peshado leskani ham cho'monchi. Buni katta Mana sizlarchi 4tadan bosasizlar, laklarda tipi. Ikkovi ham o'zi. Bosh rolga o'zingizlar ketdinglar. Katta bo'ldi ishlaydi. Zo'r. Katta o'g'lar suv ketyapti-yu baliqda. Katta o'g'lar. Yo'q, chiq. Zo'r. Ashta erinmaslar. Tuzimsizmi ekan? Ha, qalay qo'lgan tepalar ochilarimiz. Yaxshimi, yurishdimi? Tinch bo'lishsin. Yo'q, kelgan ekansizlar. Borasini desak, ishlar bor ekan. Ha, yaxshi.
siralagan bilan kelaverdik. Yaxshi. Keyin safar mashq tomonga o'tirasiz ekan. Ashna qilaman, keyin stop Bemalol tashlagani ham bilaman. O'tirib olsangiz hozir mushak qilmaydi. Ashna qilamiz. Yaxshi sharoit. Yaxshi bormi o'zingmi? Ha, bitta ushadim men ham. Hozircha. Bo'lsa bo'p qoldi. Bizda ha? Yangi yillar yo'q. Yangi yillar xudo olsa, hali klasslarni bosib. Ha, biz sizlar yangi joylarga qilib beramiz aka. Xudo xolasa. Rahmat kelganingizga. Oh, oh. Bo'g'irsoqdan chiqib bordi-ku. Sizlar chempion bo'lib ketdinglar, ha? Yana bir aytib qo'ying, qayerdan keldinglar aka? Paxtaboddan mana. Kelishib. Bugun yorishdi oldi. Ata men ham kechroq ketyapman, oxiriga davr natijalarni olib ketay deb. Sabrli Tagirahmon degani mashhur. Aka nechta ushladingiz? 3-chi bo'ldi hozir aka. 3-chi? Zo'r aka, omadingiz bersin. Hamel aka bo'lib bir 15 ta bo'ldi shekilliga. Shunaqa bo'lib ketdi. Va 3-chisiga. Mana masjidga bolalar hammasi shularniki. Sharxon Paxtavodliklar. Oho, bu og'ir ekan bu. Onda bir 4 ta 5 ta bor ekan. Onda bir 5-6 ta bor ekan. Zo'r. Ko'tarib qo'ying. Natijalar nihoyatda zo'r bo'ldi. Kalasi bor ekan. Kalasi ham baliqda. Qom natija? Ha? Mos ekan u. Sizlar olyapsizlar, bu baliq o'ynayaptimi? Sizlarga anaqa o'ynab beryapti, sip deydimi? Va nihoyat mana ikkamizda natija. Shashilmay. Alloh bo'lsin. Nechinchisi? Hisobiga yetmay qoldim. Alloh rahmat. Eshitdinglar, o'zingizga hisobiga yetmay qoldi. Yomon ketyapti. Shanba. Voy bu. Oxayotgan kim ekan ono? Uzilganmi? Egasi yo'qmi? Ashi. Ashina balo boshga kirdi yoki? Mashida. Qo'limda. Yalonga ilashtirib qo'ymay. Kuchli video qilaman ekanda siz bugun. Xo'p, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli balog'och do'stlar, bugun xudo xolasa yangi obodda bo'ldim, Sanjarbekni ko'lida. Natijalar deyarli yaxshi bo'ldi. Anchagina ochlarimiz chiroyli baliqlar ushlashib, ko'pchiliklar xursand bo'ldi bugun. Ob-havo ham chiroyli bo'ldi. Videolarni ko'rganda albatta klasslarni bosib qo'yishlik esinglardan chiqmasin, yodinglardan ko'tarilmasin. Hammalarga omad, kuzatishda davom etinglar. Va sizlarga ham omad, bolalar yaxshi kunda ko'rishaylik. Mayli aka.